Butun mutasaddi tashkilotlarimiz rahbarligida kranlar rostlanib, ko'rsating, beton quyish ishlari ham boshlandi. Butun mutasaddi tashkilotlarimiz bilan birgalikda xayrli duolar qilinyapti. Do'stlar, ushbu loyihamiz haqida to'liq ma'lumotni sotuv bo'limi menejeri Nigor opamiz to'liq ma'lumotni berishadi. Bunyod etilayotgan mazkur kompleksimiz shahar markaziga yaqin hududda joylashgan, bir qator qulayliklarga ega. Masalan, birinchi qavatdagi noturar joylar tadbirkorlik faoliyati uchun ajratilgan. Uy egalari bu yerda aholiga savdo, maishiy xizmat hamda servis xizmatlarini yo'lga qo'yishlari mumkin. Qolaversa, kompleks yonida maktabgacha ta'lim muassasasi va maktab mavjud. Bo'sh vaqtlarni mazmunli o'tkazish uchun dam olish maskanlari, shuningdek, bolalar maydonchasiga ega. Do'stlar, sotuv ofisimiz ishlayapti. Bu yerga aloqaga chiqish uchun ekranda raqamlarni qoldiryapmiz. 724 aloqaga chiqarasizlar. Kessalaring o'zlari to'liqroq, mukammalroq ma'lumot berib borishadi.